Ramazonda hamma bir-biriga qaysidir ma'noda qo'l uzatadi. İnsanlarda saxovatli bo'lishga o'zlarida bir ehtiyoj seziladi. Odamlarni saxovat peshaligidan hayotlari biroz dasturxonlari to'lib toshib qolganlarga endi xursand bo'ladi, lekin oddiy insonlarda o'zida unday ehtiyoj paydo bo'ladi. Kimgadir nimadir ulashish, o'zida bor narsalarni bo'lishish kabi. Xuddi ana shunday Ramazon kunlarida hikoya qilayotgan akamiz aytadiki, qo'limda ro'yxat bor, ehtiyoj bor xonadonlarni va hamma xonadonga belgilangan narsalar bor. Bordim, taqillatdim. Bir kelin chiqdi. Bir kelinchak chiqdi va dediki, amaki, rostdan bizning ehtiyojimiz bor, to'g'ri, lekin agar imkoninglar bo'lsa, shu pastki qavatda, Turkiyada Bodrum qavat deydi. Ya'ni birinchi qavatdan ham pastda, bizda podval deb qo'yadi. O'sha qavatda bir yoshi ancha katta bir xola yashaydi, onaxon yashaydi. Hech kimi yo'q. Imkon bo'lsa shunga ham bir yordam bersanglar dedi. Lekin meni qo'limdagi narsalar qayerga berishim aniq bo'lgani uchun bir ma'no ko'rmadim. Lekin kelin ko'p isror qilib oyoq tirab turib oldiki, bir xabar olib qo'ying, mayli. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar yordam qilarsiz, tanishgan bo'ling, hol-ahvol so'ragan bo'ling kabi. Xo'p dedim, aytganday bu safar bo'lmasa, keyingi safar bir narsa olib kelaman dedim. Tushdim, eshikni taqillatdim. Eshikdan yuzlari oqarib ketgan, ozib ketgan bir kampir chiqib keldi. Assalomu alaykum onaxon, sog'misiz, salomatmisiz, yaxshimisiz, tinch-omonmisiz, bir muammoyingiz yo'qmi? Bir hol-ahvol so'ray deb keldim. U bu deb bir ko'nglini so'rab tanishgan bo'lyapman dedi. Boyagi onaxon, bolam sen kimsan? Kimsan sen? O'zing tanishtir dedi. Men aytdim, men sizning o'g'lingizman dedim, u yerdagi ahvolni ko'rib. Men sizning o'g'lingizman. Dedim, yo'q dedi, sen mening o'g'lim bo'lishing mumkin emas dedi. Yo'q, men sizning o'g'lingizman. U dedim, bu dedim, yo'q dedi. Sen mening o'g'lim bo'lishing mumkin emas. Nega? Sen mening o'g'lim bo'lsang, nega menga qaramaysan? Nega meni bu ahvolga tashlab qo'ygansan? Sen qanaqa o'g'ilsan sen? Yillardir bu yerda yashayman, osh-nahor. Qo'shnilar bir narsa bersa yeyman, bermasa yemayman. Senday bir o'g'lim bo'lsa, senga o'xshagan bu yurtda o'g'illar, erkaklar bo'lsa, qanday qilib sizlar bosh ko'tarib yuribsizlar? Men or qilaman birovdan bir narsa so'rashga, so'ramayman. Lekin bu yurtda erkaklari birovga qo'l cho'zishdan ham or qiladigan bo'lib qoldimi? Yordam bera olmaydigan darajada g'arib bo'lib qoldimi? Bu yurtda o'g'lonlari shunaqa bo'lib qoldimi? Onalariga qaramaydigan bo'lib qoldimi? O qadar mulzam bo'ldim, o qadar sinib qoldim ichimdan deydi. Bu voqeani gapirib berayotgan akamiz. Ona kechir, key yarashaylik. Bundan keyin har hafta sendan kelib xabar olaman. Key yarashaylik dedim. Borib shu boshimda egib, bo'ynimda egdim. Qo'lini ko'tarib yelkamga bir ikki nima urdi. Go'yoki yarashgan bo'ldi. Bolam men kecha Alloh bilan savdolashdi. 3 kundan beri ro'zani suv bilan ochib, suv bilan yopaman. Allohga aytdimki, yo Rabbiy, mana sen uchun ro'za tutyapman. Mana 3 kundan beri tuz totmadim. Faqat suv bilan ochdim, suv bilan yopdim. Agar bugun kechgacha menga yeydigan rizq bermasang, ertaga ro'za tutmayman dedi boyagi kampir deydi. Shu boyagi endi qo'limdagi ro'yxatga ham qaramay deydi, borib mashinada qo'limga nima ilinsa deydi, u yerda guruch bor, un bor, yog' bor, tuz bor, shakar bor, hammasini olib keldim. Ona mana Alloh yubordi.
men orqali yubordi dedim va tashlab ketdim. Undan keyin deyarli har hafta holidan xabar oldim. Kimsasiz bir ayol ekan. Ozgina paytdan keyin bu dunyoni tark etdi. Deb hikoyasini mana shu yerda tugatadi. Oddiy hayotiy hikoya. Shu kelinchak eslatmasa hech kimni esiga kelmaydigan, ko'rsatmasa hech kim ko'rmaydigan bir holatda bo'lganda endi. Insonlar biz birovlarga yaxshilik qilishimiz uchun aslida kimnidir bizga eslatishiga ehtiyojimiz bo'lmaslik kerak-da. Bir ehtiyojmand birini ko'rish uchun kimnidir bizga qo'li bilan ko'rsatib qo'yishi shart bo'lmaslik kerak-da. Kechagi hikoyada aytdik-ku. Bu dunyoda bersak, u dunyoda olamiz. Bu dunyoda olsak, u dunyoda beramiz. Bu dunyoda berish degani shu. Ehtiyojingiz bo'lsa, ehtiyoji yo'qlarga o'zingizdagi qulayliklarda bo'lishasiz ular bilan bir qismini. Keyin ularga qilgan bu ichingizdagi, amalingizdagi larni javobini Alloh azza va jalla sizga u dunyoda beradi. Agar bu dunyoda yig'sangiz, olsangiz, to'plasangiz, ularning hammasining javobini bu dunyoda berasiz. Bunday holga tushmasligimiz uchun quloqimiz yaxshi eshitadigan, qayerda, kimda ehtiyoj bor? Baribir keladi bir joydan ismlar keladi, voqealar keladi, xabarlar keladi. Ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bir shaklda ana shunday payt bizdan oldin kimdir ulgurib qolmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Mana eshik taqilladi degan loyiha qildik, to'g'rimi? Mana hozir deyarli har 2-3 kunda bu loyihani amalga oshirayotganlar bizga rasmlar tashlashyapti. Shunchaki videolar olib yuborishyapti. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak, hammamiz ya'ni. Imkonimiz bormi? Imkoni yo'q birini eshigini taqillatishga kuchimiz yetadigan darajada bo'lish kerak. Bu darajaga qanday erishiladi? Millioner bo'lib ketish kerak emas. Bu darajaga oddiy yo'l bilan erishiladi. Nima yo'l bilan? Istak bo'lish kerak. Istak. Menda nima bor, shuni bo'lishaman. Menda ko'p bo'lsin, keyin bo'lishaman, yo'q. Menda nima bor, shuni bo'lishaman. Bormi? Bo'lishaman, tamom. deydigan holatda bo'lishimiz kerak. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, rahmat. Mana hozir Ramazon. Ozgina qoldi, Ramazon ham tugayapti. Hamma bir-birini mehmon qilishni boshlaydi. Iftorliklar beradi mana qishloqlarda, boshqa hamma mahalladagilar bir-birini iftor qilib. Ajoyib, juda ham zo'r. Surxondaryoda shulla degan ovqat bor. Shulla qilishadi, orqasidan keyin osh qilishadi, shullaning ichida qaylalari bo'ladi. O'sha qaylalar boshqa pay solinmaydi. Ya'ni qayla bu go'shtdan bo'ladi. Tiftel deb qo'yadi u. U har doim bo'lmaydi, lekin qishloqdagilar aynan Ramazonga go'shtni topib, uni shullaga solib, masalan, sog'inadi odam shunaqa narsalarni. Xullas, aytmoqchi bo'lgan hikoyam shu. Bir oila bor ekan, xotin bor ekan, yolg'iz yashashar ekan. Bir kuni bir aytibdi, biz ham bir iftorlik beraylik. Kimni chaqiramiz desa, shu imomni chaqiraylik, mahallamizni imomini chaqiraylik, yaxshi odam deyishadi. Kelsa bizga ozgina pand nasihat qilsa, boshqa qilsa, biz ham bir ko'nglini olgan bo'lamiz, duosiga sazovor bo'lgan bo'lamiz, boshqa deb xotin maslahat qilib, mahallaning imom domlasini iftorga chaqirishibdi. Imom domla ham kelibdi iftorga. O'sha kuni endi bozorlik qilgan-ku. Bozor qilgan, qo'llarida narsalar bilan shu bozorlikdan ozgina pul ortib qolgan pulni o'sha yerda bir javonni ustiga qo'yib qo'yibdi-da. Iftor tugabdi, domla kelibdi, suhbat qilishibdi, yaxshilab tanishibdi, duolarini olibdi, domla ketibdi. Keyin qarasa boyagi javonni ustida pul yo'q. Ayoldan so'rabdi, pulni sen oldingmi? Ayol aytibdi, yo'q, pulni men olmadim. Kim oldi pulni? Bilmayman, kimdir keldimi uyga? Yo'q, hech kim kelmadi. Xullas kalom, domladan boshqa hech kim kelmagan uyga. Boyagi pul yo'qolib qolibdi. Endi ikkalasi domladan xafa bo'libdi. Boshqa kimdir kelganda ham uni ayblab yuborishardi-da.
boshqa kimdir kelganda ham uni ayblab yuborishardi. Aybni unga to'nkashardi. O'g'irlikda boshqani ayblash mumkin bo'lardi, lekin bu yerda imom domladan boshqa hech kim kelmagani uchun ayblaydigan odamni o'zi yo'q. Qattiq ranjibdi boyagi iftorga chaqirgan odam. Sekin-sekin shu namozlarga, masjidga namozlarga chiqib boshqa qilib tursa, shu endi imomning orqasida tursa, endi imomni o'g'irlikda ayblagani ichida. Ixlos qaytaveribdi. Imom yuradigan yo'llardan qochadigan bo'libdi. Qarshi yuzma-yuz kelishdan o'zini tortadigan bo'libdi. Oldin qancha ixlos qilgan bo'lsa, endi shuncha ichidan bir nafratlanadigan bir nima bo'lib, juda oilaviy ranjishibdi endi. Oradan 1 yil o'tibdi, yana Ramazon kelibdi. Yana hamma imom domlarni chaqiryapti uyiga iftorlikka, navbatga turib. Bular aytibdi, endi biz ham shuni qilmasak bo'lmaydi, endi chaqiramiz, endi chaqiraylik, bir orani ochib olaylik, bunday xafa bo'lib yurish yarashmaydi. Endi yuziga aytaylik, bu odamlarning ko'ziga bunday ko'rinyapti, ammo haqiqati qanaqaligini biz bilishimizni bildirib qo'yaylik. Sal yuzi qizarsin, uyalsin deb imomni nimaga chaqiribdi, yana iftorga chaqirishdi. Imom domla yana kelibdi. Yuzlari kulgan, o'tiribdi, iftor qilishibdi. Keyin boyagi odam aytibdi, domla endi xafa bo'lmaysiz, sezgan bo'lsangiz kerak. Ozgina sizga nisbatan qalbimda bir sovush bor. O'zimda olib turibman, boshqa qilib turibman. Desa, domla ishlaringiz ko'payib qolgan bo'lsa kerak, tashvishlaringiz ko'pdir, boshqadir. Yo'q domla. Siz o'g'risiz. O'tgan yili mana shu uyda mana shunaqa masjidga pul qo'yib qo'ygandik. Shu pul yo'qolib qoldi. Uyga sizdan boshqa hech kim kelmagandi. Men ayolimni ancha qistovga oldim. Ayol bu xonaga kirmagandi ham hatto. Men sizning o'g'irligingizni bilaman. O'zingizni bunday odamlarga bunday ko'rsatib yurmang. Sizni qanaqaligingizni, qo'lingiz egriligini, aytganingizdek halol pok odam emasligingizni, ko'rsatayotganingizdek odam emasligingizni men bilaman degandi boyagi imom. Shu ho'ngrab yig'lab olgan ekan. Bu odam ham uzr, endi boyagi qalbiga qattiq tegib qo'ydim, endi haqiqatlarni achchiq-achchiq aytib yubordim. Shunga chidolmadi deb maqsa imom shu o'ziga kelibdi-da, "Yo, menga tuhmat bo'lgani uchun yig'lamayapman. Meni o'g'irlikda ayblayotgani uchun yig'lamayapman. Voqea bunaqa bo'lgandi. Haqiqatdan men uyga keldim. Shu tokchaning ustida pul turuvdi. Deraza ochiq edi. Shamol bo'lib turuvdi, pullar sochildi. Men uni yig'dim, qarasam Qur'on kitob turgan ekan. Bular Qur'on o'qiydigan ekan deb ichiga solib qo'ydim. Baribir Qur'onni ochishganda ko'rishadi dedim. Men bu 1 yildan beri ochilmagan Qur'onga yig'layapman. Oching Qur'oningizni degan. Ochsa pul turgan ekan. Juda mulzam bo'lgan ekan. 1 yil domlani o'g'ri deb yurdi. 1 yil Qur'onni bir marta ochmadi. Hammamiz ham shundaymiz aslida. Oramizda qo'l bilan sanoqli odamlargina uyimizda o'sha turgan Alloh azza va jallani bizga insoniyatga yuborgan maktubini 1 yilda bir marta ochib qo'yadiganlar bor. Hech ochmaydiganlar ham bor. Unutib qo'ygan uyida o'shanda bir kitob, bir maktub borligini unutib yashaydiganlar ham bor. Hammamiz, ko'pchiligimiz shundaymiz. Qur'onni ustini bosgani changi qancha bo'lsa, qalbniki ham o'shancha bo'ladi degan bir nimalar shundandir. O'zi Qur'on Allohdan bizga kelayotgan Qur'on juda uzoq bir nimadan emas. O'zi silsilada bir 28-29 silsila bor. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga aytdi. Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga aytdi. Payg'ambarimiz yonidagi sahobalarga aytdi. Sahobalar mana shu avlod 28 tami shunaqa. Eshitib kelayotganlar 28 tami shunday. Ya'ni juda uzoq bir yuzlab bir nima avlod yo'q o'rtada. Juda ham yaqin ya'ni. Masalan, biz rosa hurmat qiladigan bir odam bizga bir maktub yo'llasa, u maktubni uyimizning eng yaxshi joyiga qo'yib qo'yamiz. U maktub bizga kelganini uyimizga kelgan mehmonlarga aytamiz, hammasiga o'qib beramiz. Bu bilan bir faxr tuyamiz, boshqa qilamiz. Uyimizda Alloh azza va jalladan kelgan maktub bor. Bizga, aynan o'zi bizga kelgan maktub bor. Insonlarga. Lekin u qadar nimaligimizdan
bilmayman, buni oti ham yo'qda. Uzoq yashayotganimiz uchun Alloh azza va jalladan u esimizga ham kelmaydi. Qur'onni quchoqlab yashaydiganlardan. Qur'onni qalbida, bag'rida toshib saqlab yuradiganlardan qilsin hammamiz. Rahmat. Ashnaqa deb qo'ymaysiz deyishadi, ashnaqa. Har davrani, har yerni bir telbasi bo'ladi, har mahallani bir telbasi bo'ladi. Allohning bir erkatoy quli topiladi har doim. Va ular qayerda bo'lsalar, o'sha yerda eng erkin odamlardek o'zlarini tutishadi. Chunki chegaralarni aksari tan olmaydi. Ya'ni insonlar qo'ygan chegaralarda ichida yashashni istashmaydi-da. O'zlari istaganini qilishadi. Shuning uchun biz ularni telbalar deymiz. Bir kino chiqdi, Turkiyada tarjima qilishdi. Dohiy va Deli degan. Telba va Dohiy degan bir film. Xuddi shunday. Kimini qanaqa darajada ekanligini Allohning o'zi biladi. Bir domla hikoya qiladi. Bir kuni deydilar, shu juma ma'ruzasini qilib tursam, bizni ham o'sha mahallamizda, men imomlik qilib turgan mahallada Solih degan bir telba yigit bor edi. O'sha Solih degan telba yigit jumada ma'ruza eshitib o'tirgan odamlarning ichidan shu shaxtam qadamlarni tashab menga qarab yurishni boshladi. Biroz ichimda hadiksiradim, tinchlikmikin. Bu devonani aqliga nima keldi ekan? Nimadirkin, nima qo'yarkin deb xavotirlanib turdim. Yonimga kelib, qulog'imga shivirladi. Domla dedi, bugun xutbani men o'qiyman dedi. Endi nima deyapsan? Bor naraqa deb bo'lmaydi. Aqling joyidami? Deb bo'lmaydi. Har narsani kutish mumkin. Solihjon, bu hafta men o'qiy, keyingi hafta sen o'qiysan dedim. Xo'p dedi, ketdi. Ketganiga xursand bo'ldik. O'sha kuni juma namozini o'qidik. Oradan vaqt o'tdi. Solih ham kelmadi, keyingi juma ham kelmadi, undan keyingi juma ham ko'rinmadi. Oradan bir 2-3 oy vaqt o'tdi. Bir kuni bir janoza bo'lib qoldi. Janozada qabristonda vafot etgan odamni qabrga qo'yamiz deb harakat qilib, qabrlar qozilib, hamma to'planib, mayitni joyiga qo'yib, endi tuproq tashlayotgandik. Solih yana paydo bo'ldi. Yana o'sha yurish bilan oldimga keldi. Domla, va'da esingizda turibdimi? Meni esimda turibdi. Men hozir odamlarga ayting, tuproq tashlashni to'xtatsin. 2 og'iz gapim bor. 2 og'iz gapimni aytaman, keyin odamlar tuproq tashlaydi, oxirgi gapni siz aytasiz, dedi. Nima qilishni bilmay qoldim. Na xo'p deyishimni bilmayman, na yo'q deyishimni bilmayman. Solihjon deb yana bir gap boshlamoqchi edim. Va'da deb qattiq kesdi va odamlarga shu tuproq tashlash to'xtatinglar dedi. Hamma endi boyagi amirday eshitildi, boyagi buyruq ohangidan hamma hayratlanib Solihga qarab turganda Solih o'sha keldi va qabrga egilib gapirishni boshladi. Gapirgan gapi shu edi. Agar harom yemagan bo'lsang, yolg'on gapirmagan bo'lsang, namozingni o'qib, ro'zangni tutgan bo'lsang, qo'rqmasang ham bo'laveradi deb baqirdi. Va yana aytdiki, agar bu dunyoda bergan bo'lsang, u dunyoda olasan, agar bu dunyoda olgan bo'lsang, u yoqda berasan. Tuproq tortaveringlar dedi, turib ketvardi. Undan keyin deydi domla, men nima deyishni bilmay qoldim, chunki Solih bu 2 jumla gapi bilan butun dinimizni nimaligini tushuntirib qo'ygandi. Harom yemagan bo'lsang, yolg'on gapirmagan bo'lsang, namozingni o'qib, ro'zangni tutgan bo'lsang, bu yoqda qo'rqadigan ish yo'q. Bu dunyoda bergan bo'lsang, u yerda olasan. Bu dunyoda olgan bo'lsang, u yerda berasan, dedi.
O'zi bu savol voz kechish bir narsadan, qo'lni tortish, uzoqlashtirish, teskari qarash, yoki voz kechilayotgan bo'lsak, biz agar bizdan voz kechayotgan bo'lsa, bu narsalarni qabullana olish bu katta bir kuch talab qiladi insondan. Alohida kuch talab qiladi. Chunki inkor etilishga chidamaydi ko'pchilik. Hamma narsaga chidaydi, lekin inkor etilishga inson hadeb chidamaydi. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Ikkita, uchta qaraydigan jihatlar bo'ladi. U narsalarga diqqat qilamiz. Birinchi qaraydigan narsamiz shu. Ketayotgan odamni to'xtatma. Biri ketayotgan bo'lsa, to'xtatish yo'q. Kim bo'lsa ham. U jigaringiz bo'lsa, bolangiz bo'lsa, u boshqa masala. Ya'ni qon rishtalaringiz bog'langan bo'lsa, u yerda hech narsa qila olmaysiz. Lekin har qanday hayot uchrashtirgan boshqa har qanday narsa ketayotgan bo'lsa sizdan, u nima qo'ysiz qo'yavering, odam qo'ying, nima qo'ying, boshqa to'xtatmaysiz. Ketmoqchi bo'lsangiz, ikkinchisi ketasiz. Andisha qilib, undaymikin, unaqa qilarmi, bunday qilib bir insondan yoki bir narsa, bir do'stidan ketaman degan narsa ichiga keldimi, bir marta hayotida u ketadi baribir. O'zini necha yil majburlab uni yonida ushlab turmasin, baribir ketadi. Bugun ketayotganlar insonlar, biri ikkinchisidan yonidan ketayotganlar aslida ancha payt oldin ketib bo'lgan. Faqat uni endi amalga oshirishdi. Tushuntira oldimmi? Buni hammamiz aslida ichimizga bunday qarasak shundayligini bilamiz. Voz kechish qiyin bo'layotgan. Inson nega biridan voz kechsinki? Yo qadrlanmagani uchun, yo oxirigacha tushunilmagani uchun, yoki qanday bo'lsa shunday ko'rina olmagani uchun. U yerda bir noto'g'ri tugun bor. Ketish orqali u tugunni yechmoqchi bo'ladi. Bu yo qutulmoqchi bo'ladi, yo o'rnini mustahkamlamoqchi bo'ladi. Ya'ni bir ketayda ko'rsatib qo'yay deydi. Yoki ketadi, ya'ni nima qilaman bu yerda deydi. Agar ketayotgan bo'lsa, orqasiga qaraganda, boya ketayotgan odam to'xtatma dedik-ku. Endi agar o'zi ketayotgan bo'lsa, voz kechayotgan bo'lsa, orqasiga qaraydi. Ketayotgan joyda bayram bo'layotgan bo'lsa, qaytmaydi u yerga. Hech qachon va hech qachon. Ketayotgan odam orqasiga qaraydi. Bayram davom etayotgan bo'lsa, u bayramda nima deb tushunsanglar tushunaveringlar. Qaytish yo'q. Hech bir holatda. Siz bu ketayotgan joyingizda bayram bo'lyaptimi? Siz bayram qilisha olyaptimi? O yerdan tabiiyki ketish kerak. Ketishga majbursiz. Bayramlar siz o'tishi mumkin bo'lgan joyda qolishingiz, ya'ni u sizda u yerda hech bir ahamiyatingiz yo'q degani. Siz bormisiz, yo'qmisiz, u yerda to'ylar davom etaversa, ya'ni falonchi qo'pol qilib aytsa, sizni azizni bir soat ham tutmaydi degan joyda bo'ldingiz nima, bo'lmadingiz nima? Chun sizdan voz kechayotgan bo'lsa, xalaqit qilmaysiz, siz voz kechayotgan bo'lsangiz, orqangizga qaraysiz. Agar siz orqaga qaragan paytingizda u yerda bayramlar to'xtab, odamlarni kuni o'tmay qiyin ahvol ko'rsangiz u yerda, sizni bezovta qiladigan, o'zingizni bir vijdonsizdek his qilsangiz, ketganingiz uchun, voz kechganingiz uchun, zulm qilgandek uni tuzatasiz. Umumiy voz kechish haqida gapiryapman. Masalan, inson o'zidagi bir yomon odatdan voz kechish haqida ham so'rayotgan bo'lishi mumkin. Masalan,
bir narsani yomonligini biladi-yu, voz kechishga kuchi yetmaydi. Yillar davomida deylik, nafsi unga o'rganib qolgan narsalari bor. Bir hayosizlik bor, u nafsi u hayosizlikka o'rganib qolgan deylik. Bugun undan voz kechmoqchi, yaxshi biri bo'lmoqchi, lekin nafs o'rganib qolgan narsasini oson-oson sizga bermaydi. Bir narsa bilan almashtiradi. Bir narsa berishingiz kerak o'rniga. Nima berasiz? Bu endi alohida masala. Lekin zulm qilib bo'lmaydi. Nafsiga zulm qilgan. Ya'ni o'sha o'zi o'rgatgan narsalarni, o'zi o'rgatgan nafsiga bir narsani, o'sha yoqimsiz bir narsalarni bilmadim nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi o'rgatib qo'ygan unga. Endi bir kun tushunib qoldi, bir kunda voz kechtirmoqchi. Uni yillar davomida o'rgatgan unga. Endi bir kunda undan voz kechtirish yoki boshqa qilish unga bir zulm bo'ladi. O'shaning uchun olimlar aytadi, yo'q, qattiq muomala qilinmaydi. Sekin-sekin yo'llarini topib tuzatib olinadi. Bunday paytda ustozga ehtiyoj bo'ladi. Hech kim o'zi qila olmaydi deb o'ylayman. Masalan, har doim aytaman, oddiy kiyimingiz oddiy kir bo'lsa, nima qilasiz? Oddiy kir bo'lsa, o'zingiz bunday qilasiz, yuvasiz, tozalaysiz. Sal yomonroq kir bo'lsa nima qilasiz? Sovunlab yuvasiz. Undan ham yomon bo'lsa nima qilasiz? Kir mashinasiga solasiz. Juda yomon bo'lsa nima qilasiz? Ximchiskaga berasiz. O'sha nafsda ham o'sha kiri kasalligi qay darajadaligiga bog'liq. Ayrim darajalar bor, u faqat ximchiskaga berish kerak. Ya'ni faqat ustaga borish kerak. Ustozga borish kerak. Birovni etagini tutish kerak, iltimos qilish kerak. Xuddi nimada ham, masalan, bola tarbiyasida qattiq muammolarga kirganda bolalar qayerga boradi? Ruhshunoslarga borishadi. Ular bir shaklda muammoni nima qiladi? Bartaraf qilish. Xuddi shunday. Biz nimadan voz kechyapmiz? Voz kecha olmayotgan bo'lsak, agar u inson bo'lsa, boya aytganim ikkita holatga qaraymiz. Agar xulqimizda voz kecha olmayotgan nimamiz bo'lsa, unda o'sha bu yerda bir nafs bilan bir kurash bor va bu kurashda qattiq yo'lni tanlamaymiz. Qo'pol yo'lni tanlamaymiz. Sekin-sekin. İnsanlar masalan, deylik bir yomon narsalarga qanday o'rganadilar? Masalan, bir kunda inson alkogollik bo'lib qolmaydi. Spirtli ichimlikka o'rganib qolmaydi, mukkasidan ketib qolmaydi. Bir kunda bo'lmaydi, sekin-sekin bo'lgan u. To'g'rimi? İnson bir yaxshi narsaga bir kunda masalan deylik biri xayrsevar biri bo'lib qolmaydi. O'zidan-o'zi men bo'ldim, ertadan boshlab xayrsevar biriga aylanaman deya olmaydi. Birinchi bir qalamni beradi biriga ehtiyoj, keyin yoniga bir narsa qo'shadi, sekin-sekin nafsini o'ziga tegishli bo'lgan narsani boshqaga berishga o'rgatadi. Mana o'shanda xuddi bir alkash spirtli ichimlikka qanday o'rganib qolgan bo'lsa bir piyonista, bu ham o'zini yaxshilikka shunday o'rganib qoladi. Va bir kun keladi, u qanday ichmasa tura olmaydigan bo'lsa, bu ham yaxshilik qilmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar. O'ylaymanki, savolga bilmadim, aniq bo'lmagani uchun men ham mavhum bir javob berdim deb o'ylayman. Mayli, shunday bo'lsa ham bir foydali nuqtalar bo'lgandir kimlargadir. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' bo'linglar, aziz bosh somon, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratgan doimo panohida bo'ling. Alloh sizlarni asrasin, ro'zalarni qabul qilsin, dargohida sizlarni eng yaxshi insonlar bilan uchrashtirsin, yaxshi do'stlar bilan, yaxshi hamrohlar, hamrozlar, dilkashlar, dardkashlar bilan uchrashtirsin. Har doim kulib yuringlar. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.